8 martni samolyotda şu baralar O'zbek, Ozarbayjon, Arman, Gruzin, O'ris, Tatar. O'zbekistondan şu barganda O'zbek bo'laklar ata boshladi bit. O'zlarining bizning xatımlar yaratalar. Tübətəylər, qo'ljavliqlari, material deb shunday motor so'mlar shularni arg'itib taratib ketdi. Hozir shu baralar Ozarbayjon sekirib turdi. Bizning xotinlar oltin bezaklar yaratalar, oltindan bezaklar arg'ita boshladi, tarata boshladi endi. Armanistonga kelib jetgach, Arman kumushdan ishlangan bezaklarni yarata bizning xotinlar deb tarata boshladi shu havodan endi. Gruziyadan shu barganda gruzin chechaklar arg'ita bizning xotinlar chechaklarni bek yarata deb. Hozir kirdilar Rossiyaga. Rossiya üstünden şu baralar Uruslar yaşayan yerden. Urus hatta dollarlar, evrolar bizim xatınlar yarata deb. Yarar hazır lötçük iqlam etabit Tatarstandan şu barabız 10.000 kilometr Tatar sikirip turganda indi. Irgıta başlagan bularni bitinisin. Bizning xatınlar dünyadan indi yerler var, bitinisinde yaratalar deb. 8 martdan kızlar. Şayar ayıp ne bu?